Xo'p, keling darsimizni davom ettiramiz. Endigi holat biza 3 xil ko'rinishni ko'rib chiqdik. Endigi holat biz siz bilan demak qarab chiqarganmiz level order. Level order juda oson ekan, to'g'rimi? Birinchi demak birinchi levelni qaraymiz. Ikkinchi level, uchinchi level, to'rtinchi level. Mana shu level bo'yicha chop qilib chiqishimiz bu breadth first traversal yoki level ikkinchi nomi bu narsani demak level order traversal deb atalar ekan. Juda ham oson ekan, bu narsa eng osoni mana shu deb tasavvur qilsak bo'lar ekan. Endi sizga savol, mana sizga misol beraman. Misol uyga vazifa sifatida bu qaysidir ma'noda men sizga masala sifatida beryapman. Mana shunaqa berilgan bo'lsa sizga binary search tree berilgan bo'lsa, demak depth first search ichidagi 3 xil ko'rinishi va breadth first traversalda demak umumiy ma'noda 4 xil bo'lar ekan, hammasi. O'sha 4 xil holatini mana shu misolda yozib chiqing. O'zingizni trenirovka qilish uchun mana shu narsani yozib chiqing. Qani, aytaylik, pre-order traversal bo'yicha chop qilib bering elementlarni desa, siz qanaqa qilib topasiz mana shu joyda. Siz demak daftar ruchka olingda, mana shu narsani yozib, demak chizib ko'ring. Qani breadth firstda qanaqa bo'ladi yoki depth firstda 3 xil ko'rinishda qanaqa bo'ladi elementlar. Misol sifatida real misol beryapmanki, shu narsani o'zingiz qo'lda daftarda yozib trenirovka qilib ko'ring. Bu sizga butun umrga qoladigan narsa. Demak binary search bo'yicha traversal qilib chiqishimiz uchun bizga qanaqa yo'l tutishimiz kerak va biz uni yo'llarini o'rgatdik. Tushunarli? Mana shu narsa orqali demak siz o'zingizni bilimingizni mustahkamlab olar ekansiz. Xo'p, agar tushunarli bo'ladigan bo'lsa, endi biz siz bilan o'zimizga kerakli bo'ladigan o'sha Xo'p, Eclipse'ni ochib olar ekanmiz va Eclipse'da bugungi fikrimizni davom ettiramiz. Endi qaysidir ma'noda qiladigan ishimiz siz bilan mana shu binary search tree'ni o'zimiz yaratib ko'rsakchi degan savol tug'ilyapti. Tushunarli? Mana shu savolga birgalashib javob berar ekanmiz. Keling, uchun PDP Akademiyani ochib olamiz. Va bugungi mavzumiz uchun ham bitta package yaratib qo'ysak bo'ladi. Package'imizning nomi com.dsa. Demak, tree deb qo'yamiz, chunki biz tree'ni o'rganyapmiz. Marhamat. Tree'imiz uchun xo'p, tree'imiz uchun biz siz bilan binary search tree'ni o'zimiz yaratamiz. Chunki biz ko'rdikki, mana linked listni ham hayotda ishlatib yuramiz, lekin uni o'zimiz yaratib ko'rdik, misol uchun, to'g'rimi? Xuddi shunaqa binary search tree'ni to'g'ridan-to'g'ri proyektlarda ishlatmagan bo'lsangiz ham, lekin uni o'zimiz yaratamiz. Binary search tree'ni o'zimiz yaratar ekanmiz va uni qisqacha men demak binary tree deb qo'yaylik. Marhamat, mana shu ko'rinishda bo'lsin. Xo'p, albatta bu binary tree'ni yaratishimiz uchun, demak binary tree'ni yaratishimiz uchun biz aytgandikki, mana eslasangiz, linked listni yaratganda ham biz node degan tushunchadan foydalangan. Bu yerda ham xuddi shunaqa node yaratib olar ekanmiz. Private demak class node olar ekanmiz. Node'imizda bo'lish kerak bo'lgan tushunchalar private int value, chunki har bittasini valuesi bo'ladi. Va har bitta nodni nimasi bo'ladi dedik? Mana har binary tree'ni eslang. Tree'ni har bitta nodini o'ng va chap o'zini childlari bo'ladi, bolalari bo'ladi. Child deylik, childlari bo'lar ekan, o'ng va chap. Demak, biz linked listdan farqli ravishda bu yerda faqat keyingi elementda emas, balki o'ng va chap tomonini eslab yurishimiz kerak. O'ng node, chap node. Print node right deymiz va ikkovini eslab borishimiz kerak ekan va bizga kerak bo'ladi bitta konstruktor public node. Demak, int value deymiz. This.value ga value ni berib qo'yar ekanmiz. Xo'p, endi mana shu node'imizni foydalanamiz o'zimizda klassimiz uchun private. Demak, node. Birinchisi nima bo'ladi degandik? Root bo'ladi, to'g'rimi? Eng birinchi elementimiz tree'da root bo'ladi. Undan keyin left right bo'lib ajralib ketaveradi. Xo'p, mana shu holatda bo'lsin. Xo'p, eng qiziq birinchi tushunchalarimizdan bittasi mana shu binary tree ga biz element qo'shmoqchimiz. Insert degan funksiyani yaratishimiz kerak, ya'ni public aytaylik void insert.
deb qo'yaylik. Mana shu holatda bo'lsin. Xo'p, uning uchun integer item deb olamiz. Xo'p, insertni yaratishimiz kerak. Mana bu narsani hozircha node class bizga bir marta yozib qo'ysak bo'ldi. Shuning uchun uni yopib turamiz, kichikroq ko'rinishligi uchun. Mana shu holatda demak biza birinchi insert degan yangi element qo'shmoqchimiz binary tree'ga. Qanaqa qilamiz desak, birinchi navbatda tekshirar ekanmiz. Demak, xo'p, birinchi navbatda rootimiz teng bo'lsa 0 ga. Chunki umuman elementi bo'lmasligi mumkin, bu to'g'ri boshida. Bu holatda nima qilar ekanmiz? Bu holatda demak root degan o'zgaruvchiga yangi node yaratib olar ekanmiz. Chunki aynan mana shu bizga kerak bo'ladi. Va itemni olib node ni yaratib olar ekanmiz va yaratib olganimizdan keyin shunchaki return qilib qo'yamiz. Chunki bitta umuman elementi bo'lmasa, birinchi element bu sifatida u har doim o'ziga root ni olib olar ekan. Mana shu holat bo'lsin. Endi tasavvur qiling. Ya'ni binary tree'miz bo'sh emas, qanaqadir elementi bor degani, bu degani root elementi bor, uni qaysidir o'ng chaplari bor-da, o'zini joyiga joylashtirishimiz kerak. Bitta narsani aytmanmiz, bu narsa juda ham muhim edi. Hozir tushuntirib ketamiz. Bitta asosiy tushunchalardan bittasi, bu narsani aytib ketishimiz majbur edik biz aslida, aytmay ketamiz. Tasavvur qiling, mana binary search tree'da har doim o'ng va chap qismi bo'lar ekan dedik. E'tibor bering, juda ham muhim joylardan bittasini men aytmasdan ketgan ekanman. Bu narsani endi hozir vaqt kelganicha aytayapman. Binary search tree'da birinchidan daraxt holatida u hamma elementlar bo'lar ekan, har bitta nodni o'ng va chap qismi bo'lar ekan. E'tibor bering, bu yerda bitta qonun qoida bor. Har bitta nodni chap tomondagi element o'zidan kichkina, o'ng tomondagi element o'zidan katta bo'ladi. Masalan, mana bu 100 uchun 100 ni chap tomondagi element 20, 100 dan kichkina bo'ladi. O'sha node biza 100 degan nodimizning o'ng tomondagi elementi bundan katta bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, berilgan nodning o'ng tomondagi elementi o'zidan katta bo'lar ekan raqam, bu esa bundan kichik bo'lar ekan chap tomondagisi. Mana 20 ni oling. 20 ham o'ng tomondagi element, chap tomondagi element 10 o'zidan kichkina, o'ng tomondagi element esa 10 o'zidan katta. 200 ni oling. 200 da ham demak chap tomondagi element o'zidan kichkina, o'ng tomondagi element o'zidan katta. Mana shu qonun qoida bo'yicha yaratilar ekan. Demak, binary search tree bo'lishligi uchun birinchidan to'liq formada bo'lishi kerak daraxtimiz va undan keyingi elementi chap tomon va o'ng tomondagi elementlar mana shu demak o'ng tomondagi element o'zidan katta, chap tomondagi element o'zidan kichkina holatda yozib chiqilar ekan. Bu juda ham muhim joy edi. Mana shu narsani men hozir aytmasdan ketgan ekanman. Xo'p, bu narsani hozir birgalashib kod yozib joylashtirmoqchimiz. Xo'p, demak bizda qanaqadir elementimiz bo'lsa, allaqachon bo'lgan bo'lsa, rootimiz, demak biza uni kerakli joyini topib olamizda, to'g'rimi? Ya'ni yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, hozir tasavvur qiling, mana bu joyda mana shu tree'mizga misol uchun tasavvur qiling, menda tree'da 120 degan raqamni joylashtirib bering shu tree'ga. Desam, qaysi joyga joylashtirasiz bu narsani? O'ylab ko'ring. Qonun qoida bor-da, o'ng chap degan qonun qoidasi bor, katta kichik degan. 120 bo'lish uchun albatta bu 120 dan 120 degan sonimiz 100 dan katta bo'lganligi uchun o'ng tomonga qarab yuramiz. Tushunarli? Bu 200 dan kichik bo'lgani uchun endi chap tomonga qaraymiz. 150 degan joyga kelib olamiz. Demak, mana bu joydan joylashtirar ekanmiz 120. Lekin 120 ni 150 ni o'ng tomonga joylashtirib, chap tomonga joylashtiramiz degan savol. Nima dedik? Biza har doim demak 150 desa 120 bo'lgani uchun u 150 dan kichik, shuning uchun ham biza demak bunga chap tomoniga mana bu yerda qanaqadir chizib joylashtirar ekanmiz. O'zini joyini topib oladi u, tushunarli? Agar 160 degan son bo'lsa edi, 150 dan o'ng tomonga joylashgan bo'ladi. Misol uchun 400 degan raqam joylashtirmoqchi bo'lsak, обязательно biz oxirigacha yurib boramiz. 400 bundan katta, 300 ga boramizda. 300 da ham 400 dan katta. Ya'ni 400 300 dan katta. Shuning uchun ham o'ng tomonda bitta node chizar ekanmiz. Ya'ni har bitta node qo'shmoqchi bo'lsak, u o'zini o'rnini topib oladi. Tushunarli? O'ng tomonga katta kichikligiga qarab. Mana shu asosiy tushunchamiz edi. Keling, o'sha narsani endi kodni to'g'ridan-to'g'ri biz yozib ko'ramiz. Xo'p, uning uchun bizga kerak bo'ladi. Demak, hozirgi current node olar ekanmiz. Current nodeimiz root bo'ladi. Mana shu holatda bo'lsin. Va while true bo'lsa tekshirar ekanmiz. Agar
itemimiz katta bo'lsa current.value dan katta bo'lsa, uni qiymatidan katta bo'ladigan bo'lsa, qaysi tomonga qarab yurish kerak bu? Right tomonga qarab yurishni davom ettirish kerak, chunki o'zini o'rnini topib olish kerak, to'g'rimi? Aks holda esa aks holda demak u teskariga qarab yurish kerak, ya'ni leftga qarab yurib borish kerak, chunki bizda mana shu yerda joylashishi kerak edi. Endi tekshiramiz. Agar current.rightimiz teng bo'lsa 0 ga, chunki qaysidir elementni qarab borsak, eng oxirgi nodimizni demak 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Eng oxirgi kerakda bizga yangi element joylashtirmoqsak, albatta qaysidir eng uchiga borib joylashtiramiz. Demak, u yerda o'sha qaysidir right tomonda qaysidir 0 bo'lib qolsa, demak biza current.right ga new node ni berib qo'yar ekanmiz, xolos. Va buni break qilamiz, chunki mana bu true bo'lib turaveradi, break qilib chiqib ketamiz, chunki biz joyini topdik uni deganida. Tushunarli? Agar mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, keyin current ga biz current dot demak right ni berib qo'yishimiz kerak. Aynan mana shu joyda turibdi-da hozir u. Biz qarayotgan elementimiz eng oxirga borib qoldi. Tushunarli? Agar shunaqa bo'lmasa-chi, ya'ni shunaqa bo'lmasa, demak left tomonga qarab yurishimiz kerak, kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu hozirgi qism valyudan. Bu holatda biz demak tekshirar ekanmiz quyidagicha. Current dot leftimiz tengmi 0 ga. Unda current demak dot leftimizga new node ni berar ekanmiz item qilib. Mana shu holatda bo'lsin. Xo'p, bu yerda nodni noto'g'ri yozdik. Va joyiga joylashtirgandan keyin, o'ziga kerakli joyga joylashgandan keyin break qilib chiqib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Va agar u currentni o'sha aynan hozirgi holatini eslab turishimiz kerak, qaysi qadamda turibdi. current.left. Marhamat, mana shu ko'rinishda demak biz elementlarni joylashtirib chiqar ekanmiz. Demak, bir yangi element qo'shmoqchi bo'lsak, hozirgi rootni qaraymiz. Uni qiymati root elementdan kattami, kichkinami? Katta bo'lsa o'ng tomonga yuramiz, kichkina bo'lsa chap tomonga yuramiz. Shunday qilib o'zini o'rnini topib olar ekanmiz. Aynan mana shu qonun qoidamiz bo'yicha. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi buni chop qilish varianti bor, to'g'rimi? Biz chop qilish degan narsani siz bilan qaradik. 4 xil yo'li bor ekan chop qilishni, ya'ni elementlar chop qilishni 4 xil yo'lini qaradik. Aslida o'zi 2 xil bo'lar ekan. Depth first va breadth first, to'g'rimi? Depth first o'zi 3 ga bo'linar ekan: pre-order, in-order, post-order, to'g'rimi? Keling, mana shu bo'yicha elementlarni chop qilish narsasini, elementini qarab chiqaylik. Eng osoni bo'lgan, menimcha ham o'zimiz o'sha depth first bo'yicha yurganimiz qulayroq bo'lar ekan. Keling, demak, mana shu elementlarni chop qilishimiz uchun insert yopib turamizda hozircha. Mana shu joyidan bizga demak public void traversal pre-orderni bo'yicha elementlarni chop qilib ko'zimiz bilan ko'rmoqchimiz. Tushunarli? Mana shu bizning asosiy maqsadimiz edi. Bu narsaga biz yordamchi sifatida yana bitta shunaqa klass olamiz. Negaligini aytamiz hozir. Demak, node root deb olar ekanmiz. Chunki bu hammasi nima bilan amalga oshirilar ekan? Mana bu yerga birinchi root deb berib yuboramiz, chunki asosiy bu tepadan boshlab qarab keladi. E'tibor bering, bu yerda chop qilishimiz uchun hamma depth first traversallarda hammasi bu rekursiyaga oid ekan. Tushunarli? Birinchi tekshirar ekanmiz, chunki root elementimiz mabodo 0 bo'lib qolsa, return qilamiz, qaytarib yuboramiz. Hech narsa qilib bermasin. Sababi bizning binary searchimizda bitta ham element bo'lmasa, uni chop qilishda ma'no yo'qda, to'g'rimi? Shuning uchun keyingisi system.out qilar ekanmizda println root.value ni chop qilib ko'rganmiz. Undan keyingi element esa mana shu holatda o'ng tomonga qarab yurar ekanmiz. Xuddi shu narsani yana chop qilsin va faqat rootni o'zini emas, rootni demak birinchi left tomonni chop qilib bersin. Undan keyin esa right tomonni chop qilsin deymiz.
bo'ldi, mana shu holatda biza demak qaysidir ma'noda pre-order degan chop qilishni mana shu oddiygina metod bilan yakunlab qo'ya qolar ekanmiz. Nega yakunlab qo'yamiz? Sababi bu yerda birinchi chop qilamiz rootni, undan keyin leftga yuramiz, undan keyin rightga yuramiz degan qonun qoida bo'yicha ketyapmiz. Faqat bu rekursiya bo'yicha ishlar ekan. Bo'ldi, mana shu tushunchamiz ekan asosiy bizga. Keling, mana bu narsani test qilishdan oldin men o'sha pre-order, in-order hammasini yozib olaylik, o'zimizga qulay bo'ladi. Undan keyin esa demak qarab chiqar ekanmiz. Keyingisi xuddi shunaqa, keling mana shu narsani kopировать qilib olamanda men yarataman. Ikkinchi chop qiladigan elementimiz bu pre-order emas, balki nima ekan? In-order bo'lar ekan. Va bu in-orderimiz quyidagicha bo'lar ekan. In-orderimiz ham mana bu yerda ham in-order yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. In-orderimizni topishligimiz uchun endi biza e'tibor bering. Mana bu yerda ozgina narsa o'zgarar ekan. Birinchi left chop qilamiz degandik-a. Biza birinchi leftni chop qilamizda, undan keyin hozir demak biz mana bu holatda chop qilishni olib tashlaymizda. Birinchi leftga yurar ekanmizda, undan keyin uni valuesini chop qilar ekanmizda, undan keyin rightga yurar ekanmiz. Mana shu oddiygina bu demak in order traversalni yo'nalishi bo'yicha chop qilib berish bo'lar ekan. Undan keyingisi bor bizga. Undan keyingisi post order. Post order ham xuddi shunaqa. Post orderni olamizda. Demak, men bu yerga demak post order deb yozaman. Post orderimizni chop qilishimiz ham ajoyib. Birinchi leftga yuramiz, keyin rightga yuramiz va undan keyin elementni chop qilamiz. Ya'ni chop qilish varianti ozgina o'zgarar ekan hammasida, e'tibor bering. Mana birinchisida birinchi chop qilamiz, keyin left rightga yuramiz. In orderda esa birinchi leftga yuramiz, keyin elementni chop qilamiz, keyin rightga yuramiz. Post orderda esa left bilan rightga yuramiz, undan keyin elementni chop qilamiz deganik. Mana shu holatda demak tushunsak bo'lar ekan. Ko'rib turibsizki, demak depth first traversalda 3 xil ko'rinishi bor edi: pre-order, in-order va post-order. Uchovini ham demak biz rekursiya orqali bemalol oddiygina qilib chop qilish imkoniyatimiz bo'lar ekan. Demak, aslida tushunish uchun ozgina qiyin bo'lishi mumkin pre-order, in-order, post-order, lekin kodda yozganimizni juda oson qilar ekanmiz, oddiygina rekursiya orqali amalga oshirar ekanmiz. Eng qizig'i, tushunish uchun juda oson bo'lgan level bo'yicha order bor-da, breadth first traversal bor edi. U tushunish bo'yicha juda oddiy, levellar bo'yicha qarab chiqamiz, lekin kodi bundan ko'ra ko'proq bo'ladi. Tushunarli? Mana shu holatda bo'lar ekan. Xo'p, hozirgacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, faqat biz kodini yozdik, lekin test qilib tekshirmadik bu narsani. Biroz tanaffus qilamiz, yana fikrimizni davom ettiramiz.